Hoş, Musacan, bugün bu İsamkam'dan bizni ciddi çakırtıp geldik. Ne mi moyum gibi bu adalar? Bu İsamkam ömür boyu tapkan dünyasını bugün çakçakçılık bölüp birdiğe okşaydı. Ya. Bu gipnoda ümit yok mu adaş? Hakasın beni set tutup taptın da bizde icaramız bulattın. Sen yerimeden bu ki her bir sende azat azıra kalır. Arkadaşlar, sizleri neye çağırıp oturuşumuz maksat, bütün yerde sizleri İslam canlının şahitliği dedi. Şunun için sizlerden bugün imtihan edip diplom dağıttım. Bugün Üstücan riyasetçilik kıldı, ben nezaret kılınır. Assalomu alaykum, hurmatli ko'pchilik. Unda bo'lsa, imtihonimizni boshlaylik. Esamkam savollarni chiqarib tayyor qo'yibdi, kimlarning qanday savol berishini bekitib qo'yibdi. Shu taraqa o'tib boramiz. Oldi bilan Musajon bilan Tudoxon ahmoq degan temasini chaqchaq qilib bordi. Talab, inkos tez, so'zi yumurliq ham mazmunli bo'lishi kerak. Qani boshlaymiz. Sana Musajon, boshlig'ini og'ayman. Ma tuvandikilar kichik bolani bo'zaq qil dedimsan, qani sen boshla. Hoşçakalın, hoşçakalın. Köyünü icar gelip edip, derizdim tutun çıkırıp otağa akma. Ballarının arısı yetivarsa ayalı tapamaydı kalkma. Özü balını köptep bilip, pılallık tuğutka erzikıga akma. Köyüge meyman ketse işte olup havaydı kalkma. Öydeki meyman da zeyke kadı zonzuyup oturduğu akma. Ayalının ahanet ise adam yallap vurgulduğu kalkma. Koyluk arak bilen 3 koyluk cidel tapıdığı akma. Vallahi soyup oynadım ağızki nanını yavaldığı kalkma. Sizler imtihanı öttünler. Hem de yumurtun bir neçinde tasıkında deysiz. Abolu'da da Tudoxon başlaqını. Ola demese, hemen Musacan'ın özünün kıgayışıdın birinde birey. Bir günü meydandan aldık kelsem, Musacan baqqalçılıkka ötüp kemde tonuşu olgan deken, moşunudun koğunu alay başkalarına ağıç edip, koğunu neçisi tuvatsa da açtısam, tilimini beşko açtı. Bolu deken de, kilividim, ay ne biz kağızda kılıp bir tilim tilip dedi. Yaş xap, sen xap deysen go, dedi ben sana xap demedim, sen kimge xap dedin dedi. Bizden meldeki baqqallığa xap dedi, sen nemişke dedi. Beş koyuversek adamın inkiden kas çıkkıda kağın tilip etidi, mandatlık tasın bolu deken kumana. Bir kuni bu Tudoxon kesh bir og'inisinikidin yinib tamakini qing'ir tishlab ayolini toza qo'ltiqlab tutib ketib beribdiki, bir odam beshig'i paqlib qo'yib ayoliga, "Ma bolangiz qarang, ketdi o't o'ynamizdan" degidek. Endi imtihonning kun tartibi bo'yicha men she'riy chaqchaqda aytib berdi ekanman. Esamkam kimlarga she'riy chaqchaq qilganini bekitib qo'yibdi. Men ash mehmonlarga chaqchaq qilishdan avval hurmatli Esamkamga bir ko'plik she'riy chaqchaq o'tay. Ustozimiz Esamkam ching bo'lg'achqa o'ziga u chaqchaqdan iz soldi bu hayotning yo'liga. Pul ketdi demdekin uzunroqni yo'l mangsa, kupraydi qolashlab ivolidi qo'liga. Endi Tangirtog kino studiyasining ataqli artisti, komediya epizodlarini vaqi yetkazib o'ynab kelayotgan Abdikerim Oblizga chaqchaq. Yulib alar shirkati sizni qo'yib ketganda, Hasan Yusuf siz bilan qolgan ta'tir qarishib, televizorga chiqib siz e'lon berib boqitim, balangizdan yanada jajagayni talishib. Ovoz berib intamdan qerishmi o'talmay, yana ovoz artisti bo'lishni o'ylamsiz. Xalaymaqan bozorda mashin ursa eshakni belingizga oqbog'lab boy dadam deb yig'labsiz. Endi Tangirtog kino studiyasining ataqli ovoz artisti ham tonilgan naqshchi Temirxon Ro'ziga chaqchaq.
Temirxinka siz bilan bir so'rinda jam bo'lish. Qor yoqqan bu kunlarda bo'ldi bizga ham nasib. Yozda nimdab kelmaysiz yo yomg'irda qolsangiz, ko'mir bo'lg'ash nomingiz ketamdi yo dod besibdi. Oxirida do'stimiz Toshmamat Botirga chaqchaq. Hayot degan ana shu seni elga to'natdi. Shundan beri do'stlar seni xo'shallikqa yormi deydi. Seni do'stim to'nib ketdi, qiz yigit ham balalarmi? Deyliringda chiqibdi, voy mutaqi bomo deydi. Esamka, bugun bu so'ringa burun yaxshi chaqchaq qiladigan abay og'inimiz kelib qopti. Hozir u tuyuqsizda taqqutuga qilgan qopti, etam qatnashtiramda qana qilamiz. Abayning dil baqaydi. Bo'ldi misal. Ammo alomat yumurchdan burundan bir yumur so'zlab baqaya. Bir kuni bizning uyda bir yog'oshyapti, tildirib o'taydi. U panzavodga qopsam qilmayman deydi. Bu panzavodga qopsam qilmayman deydi. Voy nima deysiz? Desam siz tuyilgan chelakda yana yiqyapti-da. Buni menga nima deb tursiz? Sana to'mak berib kimamsiz? Ham bir tavus ham chiqib qolgan o'lamdingiz. O'zingni nima qilsa? Ammo men cho'ng'ilab qatning unda jugag'ini umrimni ko'rib boqmabdi ekanman. So'nglab uyaga borsam, "Buyak nima keldingiz?" dedi. "Usta paxtatqini kelgan. Sen uyingizda ko'mak yo'qmi?" dedi. Deb chiqarib samanni turib, "Beliqning pulini bermagan emasman. O'ylab boqinglar, shikir suvni bir xotin chiqanda tutdi." Bo'lmasa, qon sasaqlar o'shib qolgan balada, eliq yana 20 metrdek bo'ldik, suv chiqamdigan deysizlar. Buni bilan manga uni ustiga shimoyaning hammasiga chilgan saytayri o'tibdi-da. Umrim tugdimi, tamam. Esamka bu abayga nima bersak bo'ladi? Abayga 0 berilsin. Mandel yama yarashdi mamishadrak bo'lsin. Endi kun tartib bo'yicha og'inimiz Ahmadjon bilan Farhod o'ruq semiz degan temada chaqchaq etishdi. Talab o'xshashlar inqos tez, yumurliq ham mazmunliq bo'lish kerakligini boshlaymiz. Teri sıktımsa ısıtıp dökülükizine oğruk. Tamaqni o'lgida kelib, qo'sqoning to'g'ini haqdan so'raydigan temir. Bedimli külgü tutsa içki yorulduğun oğruk. O'ttirdi dayovimizda chopkallaydigan temir. Mesut yetqazda ayalı lakşıgıt kısıp egirgizine oğruk. Shikni oldida mat yetib qolsa, ayol pishon o'ylab kirib ketgan temir. Hamdi bular imtihondan o'tdi. Yana birdi laqib so'zlab taqsin ha. Unda qilsa, men bir latip so'zlab beray. Esamkam to'g'rilab. Bir o'tirishda bir mas bizning o'tirishni yomon buzyapti bu. Yo naqshin naqsh qilmaydi, yo paran qilmaydi. Hiqqida o'zi. Esamkam, jim o'tag'ina nimada qilsa, o'y. Parang bo'yotdi, saz bo'yotdi, nimasan? Esamga chaqqani nima? Men degan kim u bir boshliqni bo'lsinmi yo pullarni bo'lsinmi uqmadi, ammo yomon yo'g'onchilik. Meni tonamsa, bu seni men nima deb ko'rdim uqmayman. Mening dadamning kimligini bilamsa, esamga dapaqa. Esamga dapaqa. Mening dadam kim o? Esamga. Voy, sening dadangning kimligini men bilmay berib oqamdan so'ramamsa. Qanda bir naqshag'ingiz bor edi. Bunun qadısını açıkta naqşı tutgan, qadısı biroq haraqqa miraqroq keldi. Bol araq qilgan. Dukanlarda, magazinlarda. Osman buningdan nima qildi ekanda? Bir kuni bir dukanga gitdim olay deb kirsa, dadisi ham 5-6 og'illar bilan araq ichib o'tirgan. Og'acha dadisining og'illari, "Voy Osman, sen qil naqshi tutgan bir naqshi tutsa" deb chiqib. Dadisi bir ta'sirlantiray deb ustoqliklar. Qavaqlarda içib turgan seni qanday dada deyman dedi. Dadisidan kapqatib deb qo'yilgancha balavoqlarni. Kalsa chiqqan bularga diplom berilsin.
Ya İsamka bu planlıq doğutma keniş. Sen diyen mi? Planlı tuğuttak uludu. Ama çarçak var bu. Ben de kirayla huzuncu mu çarçaklarım? Ben de çarçak. Rahmet.